hijob haqida ekan. Barcha musulmonlar hijobda yurishlari shartmi? Barcha musulmonlar, albatta erkaklar emas. Ya'ni barcha muslimalar hijobda yurishlari shartmi? Muslimalar hijobda yurishlari shartmi? Ha. Yo'q. 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 Yo'q deyapman. Bunga dalil Qur'oni Karim. Qur'onda Nur surasining 31-oyatida, Ahzob surasining 59-oyatida Alloh taolo ochiqdan ochiq aytadi. Ya'ni otasining oldida, aka-ukalarning oldida shart emas, yana amakilarning oldida. Va yana ko'pchilik mahramlarining oldida hijobda yurishi shart emas. Qachonki ko'chaga chiqsagina o'zini saqlash uchun jilbob o'raydi. Shunday ekan, demak u uyida hijobda yurishi shart emas.